Sizlarda ham daraxtlaring bahorda ko'p meva qilyapti, lekin gulini to'kib yuboryapti yoki kam meva qilyaptimi? Shu videoni albatta ko'ringlar. Bunga albatta yechim bor. Buning uchun tagidagi o'tlardan va toshlardan yaxshilab tozalab olasizlar. Erinmasdan tozalash kerak bo'ladi. Suv keladigan tomonini, ikkita tomonini yaxshilab yumshatamiz. Daraxtdan yarim metr, katta daraxtlardan yarim metr uzoqlikda bo'lishi kerak bo'ladi. Tomir shu joyda joylashgan. Ikkita muhim dorini eslab qolinglar. Bittasi bu qizil kaliy tuzi bo'ladi. Kaliy 3 yildan 6 yilgacha daraxtlarga 100 gram, 6 yildan katta daraxtlarga 200 gram berish tavsiya qilinadi. Yaxshilab atrofiga sepib chiqasizlar yumshatgan joylaringga. Ikkinchi muhim dori bu amafos bo'ladi. 3 yildan 6 yilgacha daraxtlarga 50 gram, 6 yildan kattasiga 100 gram berish tavsiya qilinadi. Hamma meva turida har xil solinadi akalar bu. Agar obunani bosib kommentariyaga yozsalaring o'rgatamiz. Obunani faqat bosganlarga o'rgatamiz akalar.